Mistrlar, hormaylar. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Shoshuli amakimiz shumi? Jigu qani jigu? Qanaqa nima? Toychoq qani toychoq? Ha, yangisimi? Qani obzor qilaylik, qani tezda keling bu yoqqa. Assalomu alaykum. Aka, endi bir og'iz mana bu o'zingizni tanishtirib olsangiz, ismingiz kim, qayerdansiz? Men Ne'mat Qahramon, Yozyovon tumani, Cho'lguliston. 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 Xo'p, sizga yangi 12 sovg'a qilindi. Endi, Bitta o'yinga borib kelganingiz uchun. ha, Abdushi, xursandmisiz? albatta. Va kim tomonidan va qanday tilaklaringizni bildirasiz? Mana shu boshdan qabul qilganingizdan keyin. Viloyat hokimimiz tomonidan, Xayrullo Bozorov tomonidan sovg'a qilindi. O'z oilamdan, oilam nomidan, rayonim nomidan minnatdorchiligimni bildiraman hokim buvaga. Ana endi shunaqa sizga o'xshagan muxlislarga tavsiyalaringizni bersangiz, ular ham kelib muxlislik qilib yondirsa, ana ikki og'iz. Men 40 yillik muxlisman-da, 86-yili Maradona qo'l bilan gol urganda 11 yashar edim. Wow. 11 yashar golini eslab, shu esimda qolgan boshlaganman. Mana 40 yillik muxlisligim sharofati hokim buvamiz e'tiborlari bu darajaga yetkazdi. Qoyil. Kim nima yutsa men havas qilardim. Men havasmandman. Havasmandsiz. Hasadni umuman hayotingizni o'chirgansiz. Yo'q. Chin yurakdan havas qilaman. Keling, intrigali joyga o'taylik. Mashina haqida gaplashaylik. Qani to'xtangchi. To'xtang. Qani? Xo'p. Paket, tachka. 0 sil, 0 probegim. Meni o'zingiz minib yuribsiz. Pravam yo'q. Nimaga? Jigurida qanday bildingiz? O'g'lim shofir edim. Shofir. Yaxshi. Xo'p, bandichalari yaxshi, ko'rinishi. Ideya buniki. Ha, men qarang, har futbolga borganimda, har futbolga borganimda mana o qizim baqa Keling. No, qarang. Keling, Farg'ona viloyat futbol assotsiatsiyasi. Bo'ldi, qo'y. Keling. Keling. Qani? Mana shu qizimni ideyasi, dada futbolga ketyapmiz, orqasiga yozib kerak. Neft Farg'ona. Qur'oni chiqadi deb yozib beradigan qizim shu. Bugun shu bugun har futbol bo'lganda qizim dada meni ham bor. Yoshlik dada meni yo'q. Bu yerda hammasi qizlar, ayollar kam. Desam shu bugun voydod dada meni olib borasiz deb turib oldim. Men endi futbol 10 minut oldin eshitdim menga mana bu chaqirtirishganini. Mana sizga 10 minut oldin. Boshlar qo'yasizmi? Men baxtli bo'laman bu yerda. Hop. Futbolga qancha vaqt beri qiziqasiz? 2-3 yildan beri. Yevropada qaysi jamoa muxlislik qilasiz? Barselona kecha 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi, yutadi. Javob so'rash. Qarang, yana bitta gap aytdi. Ramtirov. O'sha yerda ham takrorladim, intervyuda ko'rgan bo'lsangiz. Men qanaqa futbolga belashayman? O'zimni mahallam o'ynasa, o'zimni tumanim o'ynasa, o'zimni viloyatim o'ynasa, o'zimni respublikam o'ynasa, voydod deb oilaviy ko'ramiz. Qancha baqirsang, qanchanda qilsang, hozir mana baqirib balashchilik qiladim mana sharofatda. Wow, qoyil. Mana. Xursandmisiz to'g'jon? Albatta. Xabaringiz bor, har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi. Bu sizning mahallangiz nomi qanday va bu yil sizni jamoangiz ishtirok etyaptimi? Xudo xolasa endi ishtirok etishadi. Xo'p. Aka, mashina yana bir bor qutlug' bo'lsin sizga. Qayerdan shovqin o'tib yursin. Ko'p ilojingiz bo'lsa ana shu Osiyo Chempionlar Ligasida ham o'yinlar bo'ladi. Обязательно. Boraman. Men Neftchini endi mensiz o'ynamaydi bu Neftchi. Men buni gaplashib borardim. Mana endi mendan qochib qutulolmaydi Neftchi. Har bir o'yiniga Bunyodkorga keyingi safar. Xudo xolasa o'sha kunga yetkazsa Bunyodkorga. Birinchi bo'lsalar, birinchi. Xatga bo'lsa boraman men. Mana davengiz qilamiz, olib boramiz. Yaxshi. Xo'p, ana endi keyingi ishlarga sizga rivoj tilab qolaman. Keyingi o'yinlarda g'alaba albatta. Siz bilan yana ko'rishguncha sizlar bilan Farg'ona viloyat futbol assotsiatsiyasi matbuot xodimi Nozimjon Yo'ldashev bo'ldi. Bum. Yordami? Gap yo'q, rahmat sizga.